beriladi. Mahallalar yashash bo'lganda banklarimiz bor, shular bo'yicha tushuntirib beramiz. Ular pensiya ko'mak, mahalla loyihasi, yoki 312 qaror berilgan pensiyadan chiqaramiz deb nomlangan kunlarimiz bor. Ketlarimiz bo'yicha qisqa tushuntirib beradigan bo'lsam, mahalla loyihasi deb nomlangan ketlarimiz bor. Bu 5 yilga 2 yilga yoshlar bilan beriladi. Agar oluvchi ayol kishi bo'lsa, yo'lovchi bo'lsa, erkak kishi bo'lsa, yo'lovchi bo'lsa beriladi. Pensiya ko'mak deb nomlangan ketlarimiz bor. Bu 4 yilga beriladi. 6 oy imkoniyatlar bilan. Bu ham ayol kishi bo'lsa, ertaga 312 qaror berilgan bor. Ular 100 million so'mga yarmisi beriladi. Bu ham ayol kishi bo'lsa, u 5 yilga bir imkoniyatlar beriladi. Faqat ular tadbirkor subyektlarga beriladi. Yoki oiladan vaqtida yotgan bo'lsa, biz ro'yxatimiz bor, shunday o'sha ro'yxatimizni yangi tadbirkorlar uchun beriladi. Keyin hozir paytda ayollarga qulay yashash maqsadida shu tadbirkorliklar jalb masalasi shu foydadan qo'l olib berish foydasi qilamiz. Keyin shu bo'yicha faqat Agrobank o'zini hududlariga beradi. Agrobankda 12 ta mahallasi bor. Birinchi sektorlar yo'q ketdik, mahalla yangi birinchi sektorda hududlar beriladi. Shu mahallamizda mahalla agentlari bor. Mahalla agentlari uchrasanglar, shu kerakli agentlar tushuntirib, ishlar yordam berib chiqarish kerak. Keyin shuni aytib o'tdikki, u umuman ishlamaydigan, ularga qo'pol qilib aytganda bir bekanchilar beriladi. Umuman daromadiga ega bo'lmasi kerak, ishlaydiganlar berilmaydi. Keyin 50 milliongacha bo'lgan kreditlarimizda sug'urta poliz yoki